Assalomu alaykum. Bugungi videomiz juda foydali bo'ladi degan umiddaman. Biz siz bilan birga tibbiyot olamiga sayohat qilib, kim nimani davolaydi, qaysi shifokor qaysi kasallik bo'yicha mutaxassis ekanligini bilib olamiz. Trixolog soch va bosh terisi kasalliklari bo'yicha mutaxassis. Dermatolog teri, soch, tirnoq va yuz terisi bilan bog'liq kasalliklarni davolaydi. Ayniqsa yuz bilan bog'liq muammolarda to'g'ri mutaxassisga borish juda muhim. Kardiolog yurak va qon tomirlar kasalliklarini aniqlaydi va davolaydi. Oftalmolog ko'z sog'lig'i bilan shug'ullanadi. Gepatolog jigar bo'yicha mutaxassis. Nevrolog miya, asab tizimi, bosh og'riqlari, migren, uyqusizlik, bosh aylanishi, qo'l, oyoq uyushish holatlarini davolaydi. Gastroenterolog oshqozon va ichaklar bilan bog'liq kasalliklarni davolaydi. Travmatolog sinish, chiqish, baj cho'zilishi va jarohatlar bo'yicha mutaxassis. Proktokolog gemoroy va ichki kasalliklar bo'yicha mutaxassis hisoblanadi. Noqulay, uyat tuyulgan kasalliklar bo'lsa ham bu mutaxassisga murojaat qilish juda muhim. Revmatolog bo'g'imlar, paylar, mushaklar va autoimmun kasalliklar bo'yicha mutaxassis. Onkolog o'sma va saraton kasalliklarini aniqlaydi va davolaydi. Nefrolog buyraklar, siydikdagi tuzlar, infeksiyalar va buyrak yetishmovchiligi kabi holatlarni davolaydi. Lor tomoq, burun, quloq kasalliklarini davolaydi. Ginekolog ayollar reproduktiv salomatligi bo'yicha mutaxassis. Urolog erkak reproduktiv tizimi, buyraklar va siydik yo'llari bilan bog'liq kasalliklarni davolaydi. Pulmonolog o'pka bo'yicha mutaxassis. Stomatolog tishlar, milk va og'iz bo'shlig'ini davolaydi. Endokrinolog qalqonsimon bez, insulin gormonlari bilan bog'liq buzilishlarni davolaydi. Allergolog chang, ovqat, dori, hayvon tukiga allergiyani aniqlaydi. Immunolog tez-tez shamollash, infeksiyalarga chidamsizlik kabi holatlarni o'rganadi. Logoped bolalar va kattalardagi nutq buzilishlarini tuzatadi. Ortoped skelet, bo'g'imlar, umurtqa pog'onasi, yassi oyoqlilik kabi holatlarni davolaydi. Har bir shifokor o'z sohasining mutaxassisi. Salomatlik eng katta boylik. O'z vaqtida to'g'ri shifokorga murojaat qilish hayotni osonlashtiradi.